O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yangi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan avtomobillar harakatlanishi va qayta ro'yxatdan o'tkazilishi taqiqlanishi mumkin. Bu degani 1975-yilgacha ishlab chiqarilgan mashinalar endi odatdagi yo'llarda qatnay olmaydi. Ular davlat ro'yxatidan chiqariladi va faqat antikvar maqomi bilan saqlanishi mumkin bo'ladi. Rasmiylar bu qarorni yo'l xavfsizligi va ekologiyani yaxshilash maqsadida ishlab chiqayotganini aytmoqda. Sababi eski mashinalarda xavfsizlik tizimlari yo'q va ular ko'p chiqindi chiqaradi. Ammo bu qaror kambag'al aholi orasida norozilik keltirib chiqardi. Ko'pchilik bizning eski mashinamiz yagona tirikchilik manbayimiz, endi yurishga ham haqqimiz yo'qmi deya norozilik bildirmoqda. Mutaxassislar esa shunday takliflar bermoqda. Texnik ko'rikdan o'tgan mashinalarga ruxsat berish, kambag'al oilalarga yangi avtomobil olishda yordam ko'rsatish, antikvar maqomini kengaytirish. Hozircha bu hujjat faqat loyiha holatida, ya'ni hali tasdiqlanmagan. Shuning uchun fuqarolar o'z fikrini rasmiy saytda qoldirishi mumkin. Agar jamoatchilik norozilik bildirsa, hujjat o'zgarishi ehtimoli katta. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qaror adolatlimi yoki boylar foydasiga qilingan chora? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizni kuzatib boring. Eng so'nggi qarorlar va qonun loyihalarini birinchi bo'lib bilib oling. Obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing.